Podolskda niqobli shaxs 21 yoshli muhojirga vahshiylarcha hujum qildi. Muhojirlar soni oshganiga qaramasdan, ular ishtirokidagi jinoyatlar sezilarli darajada kamaydi. Sankt-Peterburgda muhojirlardan 5000 rubl pora olganlikda gumon qilinayotgan politsiya xodimi qo'lga olindi. Politsiyaga 15000 rubl pora berishga uringan muhojirning ishi sudga oshirildi. Rossiyada muhojirlar kvotasiz ishlashi mumkin bo'lgan kasblar soni qisqartirilishi mumkin. 60000 nafar muhojir Rossiya Federatsiyasiga kiritilmadi. Sankt-Peterburgda 2 nafar muhojir ayol o'lik holda topildi. Sankt-Peterburgda muhojir poyezdga o't qo'yishda gumonlanib qo'lga olindi. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Jahongir Saidovich. Hafta yangiliklari bilan tanishib o'tamiz. Moskva viloyatining Podolsk shahrida 21 yoshli Tojikiston fuqarosi Ibrohimjon Husaynovga hujum qilindi. Ma'lumotlarga ko'ra, voqea 20-iyundan 21-iyunga o'tar kechasi sodir bo'lgan. Jabrlanuvchi opasining uydan qaytayotgan vaqtda niqob taqqan noma'lum shaxs unga hujum qilgan. Hujum oqibatida yigitning burnining bir qismi kesib tashlangan. Shuningdek, qulog'i va oyog'idan ham jarohat olgan. U shoshilinch ravishda Podolsk markaziy kasalxonasiga olib borilgan. Shifokorlar uning ko'p qon yo'qotganini ma'lum qilgan. Hozirda u shifokorlar nazorati ostida davolanmoqda. Politsiya voqea joyida dastlabki surishtiruv ishlarini o'tkazgan. Jabrlanuvchining ayrim yaqinlari hujum milliy adovat sababli sodir bo'lgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Biroq hozircha bu rasman tasdiqlanmagan. Amur viloyati ichki ishlar boshqarmasi taqdim etgan ma'lumotlarga ko'ra, 2026-yil 1-iyun holatiga mintaqada migratsiya hisobida qariyb 37000 nafar chet el fuqarosi turgan. Bu o'tgan yilga nisbatan taxminan 16% ga ko'p. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, bu o'sish yirik sanoat korxonalari qurilishi davom etayotganligi bilan bog'liq. Muhojirlar soni oshishiga qaramay, ular tomonidan sodir etilgan jinoyatlar soni kamaygan. Politsiya ma'lumotlariga ko'ra, joriy yilning 5 oy davomida chet el fuqarolari tomonidan 28 ta jinoyat qayd etilgan. O'tgan yilning shu davrida esa bu ko'rsatkich 38 ta bo'lgan. Ya'ni jinoyatlar soni 26% dan ortiq kamaygan. Shu bilan birga, politsiya migratsiya qonunchiligi ustidan nazorat davom etayotganini ham ma'lum qildi. Rossiyada pul yuborishda kurs ham, qulaylik ham muhim. Shu sabab o'tkazmalarni Arbuz ilovasi orqali amalga oshiring. Qalqon promokodini kiriting va baland kursda pullaringizni kartaga yoki naqd ko'rinishda yuboring va har bir o'tkazmadan cashback oling. Sankt-Peterburgda metro politsiyasida xizmat qilgan PPS vzvodi komandiri pora olishda gumon qilinmoqda. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yil noyabrdan 2026-yil fevralgacha u chet el fuqarolarining hujjatlarida qonunbuzarlikni aniqlab, masalasini 5000 rubl evaziga hal qilishni taklif qilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, pullar vositachi orqali qabul qilingan. Hozir tergov 11 ta holat bo'yicha olib borilmoqda. Sankt-Peterburg va Leningrad viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi ma'lum qilishicha, agar politsiya xodimining aybi isbotlansa, u ichki ishlar organlaridan salbiy asoslar bilan bo'shatirib, qonunga muvofiq javobgarlikka tortiladi. Holat bo'yicha tergov davom etmoqda va sud hali aybdorlik haqida yakuniy hukm chiqarmagan. Vladimir viloyatida politsiya qurilish bazasida o'tkazilgan reyd vaqtida to'siq o'rnatayotgan chet el fuqarosini tekshirgan. Tekshiruv davomida uning hujjatlari yo'qligi, Rossiya hududida noqonuniy yurgani va migratsiya ro'yxatidan o'tmagani aniqlangan. U politsiya bo'limiga olib kelinib, ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilayotgan vaqtida politsiya xodimlariga 15000 rubl miqdorda pora taklif qilgan. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, politsiya xodimlari bir necha marta bu harakat qonunga zid ekanini tushuntirgan. Shunga qaramay, u pulni xizmat xonasidagi stol ustiga qo'yib, politsiya xodimiga pora berishga uringan. Natijada u qo'lga olingan va hozir ushbu jinoyat ishi sudga yuborilgan. Davlat dumasi raisi Vyacheslav Volodin ma'lum qilishicha, yaqin vaqtlarda parlament kengashida muhojirlar ishlash ruxsatnomasi uchun kvotasiz ishga joylashishi mumkin bo'lgan kasblar ro'yxati qisqartirilishi masalasi ko'rib chiqiladi. Jumladan, 38 ta shifokorlik va 46 ta o'rta tibbiyot xodimi lavozimi ham ushbu ro'yxatga kiritilgan. Volodinning aytishicha, ushbu ro'yxat savollar va xavotirlar uyg'otayotgani uchun uni qayta ko'rib chiqish kerak. Shuningdek, hozir mehnat vizasi bilan keladigan muhojirlarga oid ayrim vakolatlarni Mehnat vazirligidan Ichki ishlar vazirligiga o'tkazish taklif qilinmoqda. Bu vakolatlar orasida kvotasiz ishlash mumkin bo'lgan kasblar ro'yxatini tasdiqlash huquqi ham bor. Deputatlar fikricha, agar bu vakolatlar MVDga o'tkazilsa, ushbu ro'yxat qayta ko'rib chiqiladi va tartibga solinadi. Ma'lumotlarga ko'ra, 2024-yildan buyon Rossiya Federatsiyasida migratsiya siyosatini takomillashtirishga qaratilgan 27 ta federal qonun qabul qilingan bo'lib, ularning 21 tasi davlat dumasi deputatlari tashabbusi bilan ishlab chiqilgan. Rossiya ichki ishlar vaziri Vladimir Kolokosevning ma'lum qilishicha, chegara punktlarida joriy etilayotgan biometrik identifikatsiya tizimi orqali qariyb 60000 nafar mamlakatga kirishi taqiqlangan chet el fuqarosi aniqlangan. Uning aytishicha, ushbu tizim shaxsni biometrik ma'lumotlar orqali tekshirib, Rossiyaga kirishi taqiqlanganlarni avtomatik ravishda aniqlash imkonini beradi. Ma'lumotlarga ko'ra, ko'rilgan choralar natijasida chet el fuqarolari tomonidan sodir etilgan jinoyatlar soni
soni qariyb 40% ga kamaygan. Yana bir muhim jihat, ichki ishlar organlari endi qonuniy maqomga ega bo'lmagan chet el fuqarolarini aniqlash uchun geolokatsiya to'lov tizimlari, foto va video kuzatuv ma'lumotlaridan ham foydalanish huquqiga ega. Sankt-Peterburg shahridagi Buxarestskaya ko'chasida joylashgan xonadonda 2 nafar opa-singilning jasadi pichoq jarohatlari bilan topildi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, har ikkisi ham chet el fuqarolari bo'lgan. Ayollarning jasadi 25-iyun kuni ertalab aniqlangan. Rossiya tergov qo'mitasi ushbu holat bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atgan. Tergovchilar voqea joyini ko'zdan kechirgan, sud ekspertizalari tayinlangan va hozir barcha holatlar o'rganilmoqda. Tergovchilar ma'lumotlariga ko'ra, ayollardan birining birga yashagan shaxsni jinoyatga aloqador bo'lishi mumkinligini tekshirmoqda. Hozircha jinoyatning sababi, gumondorning shaxsi va voqeaning barcha tafsilotlari rasman e'lon qilinmagan. Sankt-Peterburg shahrida 26 yoshli chet el fuqarosi temir yo'l deposi hududida poyezdga o't qo'yishda gumon qilinib qo'lga olindi. Transport politsiyasi ma'lumotlariga ko'ra, gumonlanuvchi poyezd seksiyasiga yonuvchi suyuqlik solingan shisha idish orqali o't qo'ygan. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, u bu harakatni messenjerlar orqali ko'rsatma bergan noma'lum shaxsning topshirig'i bilan sodir etgan bo'lishi mumkin. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar ushbu holat bo'yicha terroristik harakat moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atgan. Agar aybi isbotlansa, unga 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanishi mumkin. Moskva viloyatining Lenin shahar okrugi hududida politsiya noqonuniy migratsiyaga qarshi keng ko'lamli reydlar o'tkazdi. Reydlar natijasida 51 nafar chet el fuqarosi ma'muriy javobgarlikka tortildi. Shulardan 30 nafari migratsiya hisobiga o'z vaqtida turmagani va Rossiya Federatsiyasida yurish muddatini buzgani uchun, 21 nafari esa Rossiyaga kelgach o'tishi shart bo'lgan majburiy tibbiy ko'rikdan o'tmagani uchun javobgarlikka tortildi. Shuningdek, sud qarori bilan 18 nafar noqonuniy muhojir Rossiyadan nazorat ostida mustaqil chiqib ketishi tartibida majburiy chiqarib yuboriladi. Ma'lum qilinishicha, Chuvashiya Respublikasi 32 yoshli O'zbekiston fuqarosi Chibaksari shahri Moskovskiy tuman sudi tomonidan shaxsga qarshi sodir etilgan og'ir jinoyat uchun aybdor deb topilgan va jazoni koloniyada o'tagan. Jazo muddati tugagach, Chuvashiya Respublikasi Ichki ishlar vazirligi uning Rossiya Federatsiyasida bo'lishi maqsadga muvofiq emas deb topdi. Ma'lum qilinishicha, ayblanuvchi vataniga qaytish uchun aviachiptani o'z hisobidan sotib olgan. Rossiya qonunchiligiga ko'ra, ayrim holatlarda chet el fuqarosi jazo muddatini o'tab bo'lgandan keyin ham Rossiyada qolish huquqini yo'qotish va deportatsiya qilinishi mumkin. O'ylaymanki, ushbu ma'lumotlar sizlar uchun foydali bo'ldi. Savollaringiz bo'lsa, izohlarda qoldirishingiz mumkin. Sog' bo'linglar.